Ba'zan hayot bir lahzada o'zgaradi. Kimdir shunchaki qiziqish bilan boshlaydi, kimdir og'riqdan qochishni istaydi. Yana kimdir esa nosog'lom do'stlar davrasiga tushib qoladi. Giyohvandlik hikoyasi shunday boshlanadi. Sekin, sezilmas, ammo vayronkor oqibatlar bilan. Bugun biz raqamlar va quruq faktlar haqida emas, odamlar haqida gaplashamiz. Bu baloga duch kelganlar, kurashganlar, yiqilganlar va yana oyoqqa turganlar haqida, yaqinlarini yo'qotganlar va bu balodan qutulganlar haqida. Bu suhbat bezaklarsiz, yurakdan chiqayotgan haqiqat. Balki bu hikoyalarda siz o'zingizga tanish bo'lgan insonlarni ko'rarsiz, yoki balki bu suhbat kimningdir hayotini o'zgartirishga yordam beradi degan umiddamiz. Mahmud aka, ismim Humoyun, siz bilan boshida tanishmadik. Tanishganimda xursandman, akajonim. Avvalambor minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Chunki men prekrasniy chug'onman, bu juda o'tkir mavzu, juda nozik mavzu, ibrat uchun qilayotgan mavzu. Avvalan boshlasangiz, bir o'zingiz haqingizda aytib bersangiz, shunaqa informatsiyani bera olsangiz agar. Ismim Mahmud. Yoshim 26 da. Toshkent shahrida turaman. Hozirgi paytda Gradus reabilitatsiya va sotsializatsiya markazida postlechebniy programmani o'tayotgan bitta volontyor hisoblanaman. Demak, siz bu Gradusga qaramlik bilan keldingiz, to'g'rimi? Da, xuddi shunaqa. Shu aytib bersangiz, nima bo'lgan sizda o'sha ozgina tarixga qaytsak. O'zim tariximdan agar aytadigan bo'lsam, shu birinchi iste'molim 15 yoshimda bo'lgan. Hali ham esimda, shu maktabdan chiqib bitikda tanishlar bilan endi bu narsani bolaligi yurganmiz. Kattalar maza qilib yurishibdi. Qani biz ham bitta tatib ko'raylik deb borilgan. Maktabdan chiqib 3-4 ta bolalar og'aynilar yig'ilib rastительный deymiz. Ana shu to есть. U chakib ko'rganman. Chakib ko'rganman и bu narsa bilmadim, mengami yo miyamga ham yoqqan. Bu yoqqan. Bu narsa asta-sekin ko'payishga boshlagan. То есть ko'lish paytim davom etgan. Уже sintetический spicelar, boshqa rastительный keyin уже ko'lish bitirishga yaqin eforitik, aptechniklar chiqqan. Aptechnik narkotiklar, tabletkalar, trapikamid, mana shunaqa. Demak, hammasini tatib ko'rgansiz shunda. Da, bo'lgan. Endi boshida qiziqish bilan bo'lgan bo'lishi mumkinki, keyinchalik bu narsa o'sha asta-sekinlik bilan qaramlik olib kelganman. O'sha sezgansiz bu narsani. Bu narsani o'sha sezganman. Baribir bu narsani sezish uchun ma'lum bir vaqt kerak, talab qilgan. Ya'ni mendan bu narsa bittada bo'lib qolmagan. Boshida to'g'ri yoqqan bo'lishi mumkin. Keyinchalik asta-sekin o'sha o'rganib, bundoq qaramman. Bu narsasiz kunim o'tmayapti meni. Odamlar bilan suhbat, kayfiyatni o'zgarishi, o'sha ob-havo bo'lib qolganimda, ob-havoga o'xshab o'zgarib qoladigan bo'lib qolganim. Balki men bu narsani tatib ko'rmagunimcha bir insonlar bilan muloqot qila olmas edim. O'zi nima deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'lgan o'sha birinchi marta tatib ko'rishga? Qanaqadir atrof muhit ta'sir qilganmi yoki qanaqadir muammolar bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz sizni imini vaziyatingizda? O'ylab ko'rmaganmisiz? O'ylab ko'rganman. Meni holatimda menda atrof muhit, ya'ni meni o'rab turgan insonlar. То есть o'sha do'stlar deymiz. Do'stlar deymiz. Tushunarli. Men ham endi yosh bo'lganman, men yo'q deya olmaganman. Qo'limdan kelmagan. То есть qo'rqqanman, men to'g'rimda qanaqa baho berishadi. Hozir yo'q desam, nima deb o'ylaydi? Keyin yana aytmetlarga borsa chaqirishadimi? Men bilan aloqani yig'ishtirib olishadi. Shunaqa bo'lgan. Demak, shu turtkich bo'lgan, shu bilan keyin уже
keti uzilmay ketavergan bu yoqqa, to'g'rimi? Endi bu bittada bo'lib qolmaganman-da. 23-24 yoshimgacha misol bu narsa periodически bo'lavergan. Periodически уже oxirgi 2-3 yilda bu narsa постоянный основаga o'tgan. Ya'ni kundalik hayot tarziga aylanib qolgan. Tushunarli. То есть u narsa bo'lmasa meni kunim o'tmas edi. U narsa bo'lmasa men o'zimni yomon his qilardim. O'zi mana o'sha narsalarga qaram bo'lib qolganingizni qachon tushundingiz? Oxirgi yili. Oxirgi yili. Ha. O'sha reabilitatsiyadan oldin. Ha, reabilitatsiyadan oldin men bilyapman o'zimda qanaqadir o'zgarish bo'layotganini. Bu narsasiz hayot bo'lmayapti. То есть shunaqa gap bor. Жизнь в серых красках deydi-yu. Aha. Xuddi shunaqa. Rangsiz hayot, oq-qora. Umuman bilmayman, odamlar yoqmaydi. Uydagi obstanovka, ishxonadagi obstanovka, o'qishdagi obstanovka. Umuman hech narsa yoqmay qoldi. Bu narsa bo'lsa-da, men sekin o'zgaraman. Boshqa insonga aylanaman, xushchaqchaq, kayfiyat ko'taradigan, xushmuomala, hamma bilan til topishib ketadigan, ishlarini a'lo darajada bitiradigan insonga aylanaman. Tushunarli. To'xtatishga nima xalaqit bergan, nima deb o'ylaysiz? O'zimdagi xohish bo'lsa kerak. To'xtatmaslikka. To'xtatishga ham oxir-oqibat o'zimdagi xohish. Ya'ni men bilyapman qayerga yetib kelganimni. Kimdir yordam bermasa, men botqoqlikni tubida edim-da. Demak, sezdingiz, shu narsaga keldingiz, a? Shu narsaga oxir-oqibat keldim. To'shta men shu botqoqlikni tubidaman. Kimdir menga yordam bermasa, men o'tdan o'zim chiqib keta olmayman. Men keyin uyimdagi yaqinlarimdan yordam so'radim. Hozir Xudoga shukr, mana oldida o'tiribman. O'sha reabilitatsiya o'tyapsiz-da. Shu moddalarda u arzon turmaydi, adashmasam, to'g'rimi? To'g'ri. U baribir katta pul kerak. Qayerdandir olarmidingiz pul yo qarz olarmidingiz? Endi boshida o'zim ishlardim. O'zimni qanaqadir ehtiyojlarimni qoplardim. O'shanga yarasha. Endi men ko'ryapman, pul yetmayotgandan o'zi ikkinchi ishlagan o'tib ketardim. Uydalarning ham puli bo'lardi, uydalardan olardim pul, yetardim. Mana shunaqa yetmayapti derdim. Vaqti kelsa al derdim. Vaqti kelsa o'zimni yaqin do'stlarimni ham aldaganman. Qarz olardim, vaqtida bermas edim. Men shu darajaga borgan, o'zi uydan narsa olib chiqib ketadigan bo'lib qolgan edim. Uydan narsa olib chiqib ketib, borib sotib, shu narsaga men o'sha moddani sotib olishga majbur bo'lardim. Giyohvand moddalar o'sha oiladagi va do'stlardagi o'rtasidagi munosabatlarga qandaydir ta'sir qilganmi? Salbiymi yoki? O'ta salbiy. Meni o'zimni tajribamda o'ta salbiy. Birinchi o'rinda men o'zim eng yaqin do'stlarimdan ayrilganman. Prosta mendan voz kechishgan bo'ldi. U do'stlar bilan siz shunda birga o'sha iste'mol qilganmisiz yoki? Yo'q. Haqiqiy do'stlar bo'lgan. Haqiqiy do'stlar. Haqiqiy og'ir kunlarimda yonimda turib bergan do'stlardan ayrilganman. O'sha aynan do'stlar sizni qandaydir o'sha vaziyatdan chiqarishga harakat qilganmi? Nasihatlab berganmi yoki aytadi-yu, ma'naviy, moddiy qanaqadir yordam berganmi? Qilishgan, rosa nasihat qilishgan. Kelib suhbatlar ham qilishgan men bilan, aytishgan agar qo'lingdan kelmayotgan bo'lsa, biz yordam beramiz deb. Men tan olmaganman menda muammo borligini. U paytda tushunmagandingiz? Yo'q, u payt tushunmaganman menda muammo borligini. Yo'q, menda hammasi yaxshi. Sizlarning yordamingizga muhtoj emasman. Shunaqa gap bo'lgan menda. Uyda munosabatlar ham ota, ona, qarindosh urug'lar deymiz. Ular bilan ham salbiy tomonga o'zgarib ketgan. Bordi kirdilar-yu, to'y hasham deymizmi,
qatga Hol ahvol taqdirligi so'rab, ha, borish kerak bo'lsa hol ahvol so'ramayman. Borish kerak bo'lsa bormayman. Ishlarim chiqib qoladi. Endi chiqib qolgan ishlarim o'sha nima deydi, sir emas, hammaga ma'lum. Uydagilar shunda bilishardi o'sha oxirgi paytlar iste'mol qilishingizni yoki sir bo'lganmi? Yo'q. Endi men sir saqlaganman ma'lum bir vaqt. Oddiy sigaretdan boshlanganman-da. Shu maktab payti. Ha, maktab payti, o'sha 9-sinflarning oxirida sigaretdan boshlangan. Bu narsani men 3 yil bekitib yurganman. Keyin bilib qolishgan, ochiq oydin aytganman, ha, men tamaki mahsulotlari iste'mol qilaman. Giyohvand moddalarga keladigan bo'lsak, uni oxirrog'iga yaqin o'sha uydagilar bilyapti. Endi uydan narsa yo'qolgandan keyin meni uchun bu ota-ona nimadirdan shubhalanadi o'zini farzandidan. Qayerga ketyapti? Shuncha pul, qayerga ketyapti? Shuncha texnikalar qayerga yo'q bo'lib qolyapti. U paytlarda qanday nimadir anaqa bahona toparmidingiz o'sha qanaqadir причина tipi? Ha, albatta, ha, topilardi. Men shu darajada usta bo'lib ketgan ediki, birovni aldab turib bahonalar qidirishga, o'sha bahonaga hatto o'zim ham ishonardim-da. Ha. Har qayerda o'sha muammo bor deb o'ylardim-da. Endi nima deymiz, biz xumor deymiz-ku. Xumorda endi shunaqa bir variantlarni menga keltirib berardi. Uydagilarga aytardi, uydagilar og'zi ochilib qolardi. Kak tak derdim. Keyinchalik o'sha ko'zni pirillatmay yolg'on gapiradigan bo'lib qoldim. Ko'ziga qarab turib aldaydigan. O'sha narsalarni yaqinida sezganmi? Ular ham ishonganmi anaqa? Boshida ishonishgan. Boshida ishonishgan, chunki hech bir muammoli hodisalarga men uchramaganman-da. Ko'chadagi muammolarimni uyga olib kelmagan edim. O'sha ko'chadagi muammolar qanaqadir bir uyga kirib kelgandan keyin har qanaqa ota-ona ham nimadirdan shubhalanadi. To'g'ri. O'zini farzandi bo'lsin, meni yaxshi ko'rsin, baribir shubhalanadi. Shunaqa qilib o'sha даже ota-ona bilan ham munosabatlarimiz uzilib ketgan-a? Uzilmagan, Allohga shukr, uzilmagan-u. U paytlar deyman-da. U paytlar juda ham yomon edi. Uydagilar bilan munosabatlar. Bu narsani men endi bu yerda bilyapman. U payt ko'zimga hech narsa ko'rinmagan. Normal holat edi. U normal holat edi. Men har doim ularni ayblayman. Nega men tushunmaysizlar debmi? Menda har doim taqqoslashga ketardi. Men taqqoslardim o'zimni. Сравнение deymiz-ku. Unda bor, menda yo'q. Unda ko'p, menda kam. Nimaga u tez ishlarni yo'lga qo'yyapti, menda o'xshamayapti. Nimaga uydagilar uni qo'llab-quvvatlaydi, sizlardan pajashga olmayman. Har doim shu uydagilarni ayblab kelganman. Har doim. Bo'lardi shunaqa kunlar kelmas edim-da uyga. Oddiy narsaga. Prosta men onam telefon qilib, "Qattasan bolam" deganlari men kelmas edim uyga. Prosta mana shu gap yoqmas edi menga. Borib ko'chalarda gostinitsaga boramanmi, telefon qilib shu suv-patreb deymiz, birga iste'mol qiladigan insonlarni yonida qolamanmi, yo вообще ishxonamda yotib qolamanmi? Shu darajaga borib qoldim-da. Oddiy adam telefon qilsalar ham adam telefonlarini qarayman, adam telefon qilyapti. Prosta ko'tarmayman. Не хочется. O'zim dальше разгонять qiluraman. Nima qilaman hozir gaplashib? Gapiradigan, eshitadigan gapim bitta. Qattasan, hozir boraman, bo'ldi. Undan ko'ra shu gapni qochish uchun mas'uliyatdan ko'tarmas edim, kelmas edim. Olgim kelmas edi bu mas'uliyatni. To'g'risini aytsam, qabul qilishmaydi.
tushunishmaydi deb o'ylayman. Lekin men telefon qilib turib, masjiddaman, mana shunaqa payt, palon payt kelaman desam bo'lardi. Shu narsalardan qochardim. O'sha masalada nima tavsiya berardingiz bizga o'sha ko'rayotgan yoshlargami? Qanday bu narsani o'zi nima deydi, qabul qilish to'g'riroq siz uchun, aynan siz uchun? Men bitta narsa bilaman, ota-ona voz kechdim sendan deganda ham u voz kechmaydi. Men seni yomon ko'raman desa, u sizni juda ham yaxshi ko'radi. Telefon qilyaptimi, ko'tarib javob berish kerak. Ko'tarib javob bera olmayapmizmi? 21-asr SMS yozib yuborish kerak. Yoki-da sochsetli Telegram orqali javob berish kerak. Qancha uydagilarni kam biz xavotirga qo'yadigan bo'lsak, shuncha ko'p ishonch, shuncha ko'p mehr-muhabbat olamiz. Men o'zimni tajribamdan aytaman. Mendan kim ketsa kechdi-da. Balki mendan foydalanishgandir ham. Foydalanishgan bu aniq. No, sen bilan oxirgacha men prям до конца degan odamlar ham hozir oldimda yo'q. Bu gapni menga bir marta ham aytmagan, faqatgina otam, onam yonimda. Otam, onam faqat shular oldimda. Shular menga ishonadi, shular meni yaxshi ko'radi. Yaxshi kunim bo'ladimi, yomon kunim bo'ladimi, har doim yonimda. Men bilaman, ertaga misol uchun yotib qoladigan bo'lsam ham otam bilan onam bor edi. Birov kelib turib, meni holimdan xabar olmaydi. Xabar oladi. Ma'lum bir vaqt joniga tegunimcha. Giyohvand moddalarga qaramlik o'zi bu nima? Kasallik yoki tanlovmi? Birinchi navbatda tanlov, keyin kasallik desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki inson o'zi tanlovni qiladi, undan keyingina bu kasallik bo'lishi mumkin. Bugungi kunda qanday o'sha giyohvand moddalar keng tarqalgan? Hozirgi kunda sintetik turdagi narkotik moddalar juda ham keng tarqalmoqda, ya'niki sol, mefedron yoki har xil dorilar, shu turdagi kabilar. O'sha qaysi giyohvand moddalar tezroq o'limga olib keladi? Ularni hammasi o'limga olib keladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki to'g'risini aytsam, hamma turdagi narkotik moddalarda o'lim holatini ko'rdim desam mubolag'a bo'lmaydi. O'zingiz shaxsiy tajribangizda? Ha. Nima deb o'ylaysiz? Ko'pincha nima sababdan odamlar iste'mol qilishni boshlaydi? Endi hammaga har xil omil sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun kimdadir oilaviy sharoitdan kelib chiqqan holatda bo'lishi mumkin. Qanaqadir muammolarga asoslangan holatda inson ongida shunaqangi bir otritsaniya degan mexanizm bor. Shu otritsaniya degan mexanizm uni iste'mol qilishi uchun shunaqangi bir imkonni ochib beradi xayolan. Va bu imkon ochish jarayonida ma'lum bir bahonalarni ro'kach qilishi mumkin. Ya'ni misol oilamda bahonam bor yoki salomatligini yoki misol uchun meni grijam bor, o'sha og'riq sababli men iste'mol qilaman deyishi mumkin. Yokida bir xotinim bilan yaqinda ajrashib ketdim, shu muammoni ko'tara olmaganim uchun o'zini haqiqatdan olib qochishi mumkin narkotik modda orqali. Buni juda ham ko'p turlari bor. Siz tajribangizda o'sha qaysi anaqaga ko'proq duch kelasiz? Meni tajribamda ko'proq duch keladiganim birovlarni ayblash degan o'zi bo'limi bor, otritsанияni, ya'niki обвинение других deyiladi. То есть misol uchun men oilada yashayapman, meni yon atrofimdagi hamma yomon, lekin bitta men yaxshiman. Ya'niki yon atrofimdagi otam, onam, farzandim yoki qarindosh urug' yoki do'st birodar hamma noto'g'ri xatti-harakat qiladi, lekin meni qilayotgan har bitta xatti-harakatim to'g'ri bo'ladi. Bu narsani men ongimdagi shu otritsaniya orqali rad qilaman. Ya'niki rad qilish mexanizmi hisoblanadi bu. Atrof muhit qanchalik ta'sir qiladi o'sha iste'mol qilishni boshlashgami yoki o'zi в целом umumiy olganda? Atrof, men to'g'risini aytsam, shunaqa deb hisoblayman, o'zbeklarning bitta maqoli bor. Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qadi. Bu narsani bekorga aytishmagan bizning xalqimiz. Chunki yon atrofimda meni o'zim eslayman, misol uchun agarda
yomon insonlardan tashkil topishni boshlasa, xuddi o'shalarning aurasi menga tortib, avtomatik ravishda men ham o'sha insonlarning tarkibiga qo'shila boshlayman. Ya'niki narkoman, ya'ni giyohvand inson ham yon atrofidagi insonlar qanaqa bo'lsa, o'sha muhitga qarab tortib keta boshlaydi avtomatik ravishda. Hozir O'zbekistonda vaziyat qanaqa hozir bo'lyapti? Qaltis desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hozir hamma yoqda shu zakladka, yer ko'lagan, to есть qanaqadir bir panetlardan tashaladi, o'zini bir protsessi bor. Bu hozirga chiqayotgan sintetik narkotik moddalarni olish ham o'zini bir protsessi bor. Sxemasi bor. Oldingidagi misol uchun borib qo'ldan olinmaydi. Juda ham ayyorona tahlikada bo'lib ketgan. Ya'niki pul tashiysiz, borasiz, kutasiz, yer ko'laysiz va olasiz. Yo'q, to'g'risi. Erinmaydi bu narsalarga. Yo'q, hech kim, yo'q. Giyohvand odamning ko'ziga bu narsalar hech qanaqasi ko'rinmaydi. O'sha momentda u одержимость, ya'niki tunnelli mishleniya deb bo'ladi. Tunnelli oxiridagi narkotik modda ko'rinadi, yon atrofidagi hech nima ko'rinmaydi. Misol uchun kimdir o'lyaptimi yoki bir muammosi bormi, yo hayotida bir qanaqadir bir emotsional holat bormi, farqi yo'q. Lish bu o'sha tunnelni oxiridagi narsaga erishsa va shu narsa orqali o'zini haqiqatdan olib qochsa. Narkotik modda bizga nima uchun kerak? Bizga rohatlanish uchun emas. Prosta inson holatini o'zgartirish uchun. Bir holatdan boshqa bir holatga olib o'tish uchun kerak. Shuning uchun iste'mol qilishadi odatda. Bu faqat ongsiz ravishda bo'ladi. Iste'mol jarayonida buni ongli ravishda taomiydi inson. Ongsiz ravishda o'zini holatini o'zgartirish uchun qilib yuradi inson. Shunaqa vaziyat bo'lganmi sizda? O'sha hayot va o'lim orasida qolib ketgan qanaqadir vaziyatlar. O'sha sezgansiz. Bo'lgan. Sira emas menimcha, hamma biladi. Передозировка deydi buni. Ochiq muloqot bo'lganiga men aytib turaman. Endi haddan tashqari ko'p iste'mol bo'lib ketgan. Kontrolni bilmaganman. Stop degan anaqam bo'lmagan. Tugmacham bo'lmaganda. Tugmacham bo'lmagan. Marafonda yurganman 2 hafta uyqusiz. Marafon nima edi u? Endi marafon bu bir nechta odamlar yig'ilib uxlamasdan bitta joyda faqat iste'mol bilan mashg'ul bo'ladigan joy. Marafon uxlamasdan. Uxlamasdan. Mani tajribamda meniki 2 haftaga yetdi. 13 kun bo'lganman. 14-kunida o'sha uxlab qo'ygansiz. ko'zimni shifoxonada ochganman, больницada. Demak, o'sha payt передозировка bo'lgan, to'g'rimi? O'lim bilan tak asorati deb o'ylagan paytim bu уже har xil навязчивые мысли deydi-ku. Iste'mol oqibatida bu. Hozir yuragim to'xtab qoladi. Hozir to'xtab qoladi. Hozir bilan men 7 soat o'tirib chiqqanman bitta joyda. Qimirlamasdan. Hozir to'xtaydi, hozir 7 soat. Уже tarqab ketgandan keyin men bilaman asorat yedi. Narsa asorat bu. Anaqa передозировка deysiz-ku, o'sha bo'lgan anaqa vaziyat. Aynan o'sha paytda sezgansiz, что уже balkim oxirgi anaqami yoki u paytdan ham anaqa anglamagansiz. Kelmagan u paytdan. U paytam kelmagan, hatto rasm o'shandan keyin bir 6 oydan keyin kelgan. 5-6 oylar orasida kelgan. Ba'zi bitta o'tirganingizda analiz qilar ekansiz-da. Yo qarayman, hech narsam yo'q. Hech kimim yo'q. Nima qilaman degan savolni berdim. Birinchi nima qildim? Nima oqibatlarga olib keldi degan savolni berdim o'zimga. Qog'oz bilan ruchka oldimda yozdim. Keyin o'zimni kichkinaligimizda har bitta uyda bo'lsa kerak, mana bolaligidan uydagilar rasmga olib chiqartirib semeyni albom qiladi-yu. O'sha semeyni albomni topib oldim-da. Kechqurun soat 1:30-2 atrofida kechasi o'tirdim, semeyni albomni oldim. Betidan ikkinchi betiga o'tkazishni boshladim. O'zimni.
o'sha paytda 3,5 yoshman. O'tiribmiz, onamiz pannilarda, onam qo'llarida ukamni ko'tarib turibdilar. O'sha rasmda qotdim. Ma'lum bir vaqt qotdimda, keyin dars listasi qildim. Boshqa betlarga o'girdimda, ko'z oldimga hozirgi ota-onamni tasavvur qildimda. Qanaqa qisqa muddat ichida mani xatti-harakatlarim nimalarga olib keldi. Qanchalik men ularni qaratib yubordim. Savol ham berishardi, uyimdagilar bizdan nima xohlasin, bizda nima ayb deb. Har qayerda ularda nima ayb? Dunyo keltirgani, yeb ichirgani, ta'lim tarbiya bergani, yaxshi o'qitganimi. Ertasi kuni, o'sha kuni kechasi uxlamadim. Ertasi kuni bir o'tirib, sizga bir maslahat qildim akamlar bilan. Keyin shu narsaga keldi. Menga yordam kerak edi. Men yordam so'radim. Taqdir taqozosi bilan ertasi kuniga o'sha yordam menga ko'rsatildi. Hozir kungacha Xudoga shukr. Hammasi zo'r. Demak, sizda shunaqa bo'lgan, siz o'zingiz shunaqa kelgan sizga, уже o'sha yo'lga turgansiz, reabilitatsiya yo'liga. Ko'pchilik bordek, kimda u narsa kelmaganda, ularga nima deydi, tavsiya berardingiz? Agar u odam sezayotgan bo'lsa, o'sha aytganimdek stop tugmasi deymiz-ku, yoki kontrolni olib qaraydigan bo'lsa, shu narsa yo'qolayotgan bo'lsa, demak odamga yordam kerak. Chunki baribir oxir oqibat endi zo'r gapimiz bor bu reabilitatsiyada. Oxir oqibat bitta natija bo'ladi. Qamoq, o'lim, больница. Xalqimizda bitta dono gapi bor, vaqtida etigini yop degan. To'g'risi. Men o'zimdan olib qaraydigan bo'lsam, menda bu yillar davomida shakllanib keldi-da. Yillar davomida men bu narsaga qanaqadir bir Xudo tomonidan berildim bilmayman. Uydagilar nimadirga podozreniyasi bo'ladi har doim. Nimadirdan bir ana qilishni boshlaydi. Shubhalanishni boshlaydi. Ko'p pul ishlatilishi, telefonlarga javob bermaslik, qatlargadir yo'q bo'lib qolishi, uyga kelmasligi. Birinchi omillar bu. Birinchi omillar. Men shu omilni bilyaptimi? Demak, nimadir? Demak, u insonga yordam kerak o'zi. Chunki u odamni o'zi bu narsaga juda ham qiyin kelish. Boshladimi? O'shanda yig'ishtirdi. Atayori ketdi. Bo'lmasa ketdi. Iloji bo'lsa shu boshlash kerak emas. Iloji bo'lsa nima deb o'ylaysiz? O'sha sizdan aytyapsiz, atrof muhit. Nima qanaqa yana bir omillar bo'lishi mumkin o'sha narsaga turishgich. Biz har doim qo'rqamiz-da. Biz har doim qo'rqamiz. Odamlar men to'g'rimda nima deydi? Qanaqa menga baho berishadi? Ertaga menga yana qaytib telefon qilisharmikan? Yana meni shu joyga chaqirisharmikan? Men bilan aloqada qolisharmikan deb biz har doim qo'rqamiz. Qo'rqish kerak emas, yo'q deyish kerak bo'ldi. Agar sen unga har qanday kerak bo'lsang, o'zi topib oladi. Yeri tegidan bo'lsa ham sen bilan aloqaga chiqadi. Vaqtida o'sha chegaralarni qo'yishni bilish kerak demoqchiman-da. Biz qo'rqamiz. Biz qo'rqamiz, yo'q deyishga qo'rqamiz. Sababi ham ertaga bizni nimadir so'rasak, bizga yo'q deb qolishmasligi uchun biz hech qachon yo'q deya olmaymiz. Fakt. Har doim qo'rqib kelganmiz. Lekin qo'rqish kerak emas ekan. Yo'q deb ko'r bir marta. Bo'ldi. Keyin ikkinchi marta o'sha yo'q deganing bilan u tuyg'ularni sen his qilmaysan. O'sha qo'rqib
yo'q degandan keyin bu narsani yechib o'tdim. Ya'niki men boshqa safar ham shu narsani aytsa men yo'q deya olaman. Bo'ldi. Уже boshladimmi? Yordam so'rash kerak. Biz yordam so'rashga ham qo'rqamiz. Shuni tushunib yetdingiz-a? Nima deb o'ylaysiz? Bu yoqqa kelib bildim. Bu yoqqa kelib. Bu yoqqa kelib. Reabilitatsiyada. Oddiy kibr orqasida ham qo'rquv turar ekan. Oddiy kibr. Mag'rurlikning orqasida ham. Nimadirdan ayrilishmi yoki nimadirlar o'sha мнениясini eshitishmi? Men to'g'ri nima deb o'ylashadi. Ertaga o'sha statusni yo'qotib qo'ymaymanmi? Biz o'zi tabiatdan qo'rqamiz. Tabiatdan qo'rqamiz. Agar qo'rquv tuyg'usi bo'lmaganda bilmadim. Tug'ilgandan keyin 1-3-4 soatdan keyin yana qaytib ketardi. Uni bolada ham bilsangiz, yosh bolalar qaynoq choyni turgan bo'lsa, kelib turib mana bitta o'shasi qo'li kuydirib oladi-yu. Keyingi safar ushlashga qo'rqadi. Da. Qo'rqadi-da. Da. O'sha bir marta bo'lgani. Bir marta bo'lgan. Bu yerda moddalarni olib qaraydigan bo'lsak, hamma joyda, absolutni hamma joyda aytiladi. Yaxshi emas. Yaxshilikka olib kelmaydi. Oxiri har doim yomon bo'lib tugashini bilib turib, odamlar baribir o'shanga qiziqadi, o'shanga kirib ketadi. Baribir o'sha qo'rquv orqalimi shunda? Qo'rquv sabablimi? Ichimizda bir ma'lum miqdordagi tuyg'ular bor. O'shalarni bir so'ndirish uchun ham iste'mol qilamiz-da. Ularni his qilmaslik uchun. Chunki bizga diskomfortli tuyg'ularda yashash. Mustaqil insonlar unaqa emas. Bu tuyg'ularni smelo yashab o'ta oladi. O'zi boshqaraveradi, to'g'rimi? Boshqarish ham demagan bo'lardim. Ular uchun u tuyg'ular qisqa muddatli diskomfort tug'dirishi mumkin-da. Ma'lum bir vaqt asabiy bo'lib qoladi. O'zini yomon his qilishi mumkin. Keyin yana baribir normal holat qaytadi. U qisqa aytsa, o'sha narsani sezdi, shu bo'ldi. Esdan chiqadi. Esidan chiqadi. Boshqa narsaga fokusini yo'naltiradi, o'sha narsa bilan chalg'ib ketadi. Nima uchun qaram o'z maqomini qabul qila olmaydi? Что уже o'sha qaramligi bor, nimadir qilish kerak deb. Qaram inson o'zini nomini qabul qila olmasligi sababi birinchi o'rinda meni tushuncham bo'yicha bizani mentalitetdan kelib chiqqan holatda deb o'ylayman. Chunki o'zbek mentalitetida bilasiz, gap so'z, pisqi-pasod, odamlar nima deydi degan tushunchaga asoslangan holatda yashashadi insonlar. Shuni natijasida uyat, andisha degan tuyg'ular insonni tan olishiga bu to'sqinlik qilib qo'yadi. Lekin hozirgi kunda global muammolardan bittasi hisoblangan narkotik modda bu men o'ylaymanki juda ham bir jiddiy muammo deb hisoblayman. Va buni kasallik sifatida tan olish hech qanaqa bir uyat yoki andisha deb hisoblamayman. Chunki qaramlikka ham faqat giyohvandlik turi bilan emas, juda ham ko'p turi bor. Kimdir misol uchun shapago'lik bo'lishi mumkin, kiyimlarga o'ch, ko'p kiyinadigan, kimdir misol uchun ovqatga qaram bo'lishi mumkin, kimdir misol uchun musiqa tinglab qaram bo'lishi mumkin. Qaramlikning juda ham ko'p turlari bor. Misol telefonga ham hozir bizada albatta. Hozirgi kundagi asosiy muammolarimizdan biri hisoblanadi bu. Hozirgi kunda farzandlarimiz, например, men o'zimni yaqinlarim misol uchun, yon atrofimga qarayman, kimdir suhbatlashib o'tirgan paytda realniy, живой suhbat kamroq. Telefon orqali suhbat. U chetdan qaraganda xunuk ham ko'rinadigan narsa. 100% qutulsa bo'ladimi giyohvand moddalarga qaramlikda? Agarda insonning o'zida qat'iy xohish bo'lsagina qutulsa bo'ladi. Agarda inson hayoti davomida biron bir haqiqatdan muammoga uchrab, uni anglab yetib, tushunchaga ega bo'lsa, bu narsadan chiqib keta oladi. Faqat u darajagacha borishi kerak emas deb o'ylayman. Chunki har bir narsaning oqibati bor. U oqibat tashqi va ichki bo'ladi. Tashqi oqibat, misol uchun, men biron bir narsamni yo'qotsam, moddiy jihatdan, например, mashinamni yo'qotsam, uy-joyimni yo'qotsam, pul yo'qotsam, bular tashqi omillar emas. Lekin ichki oqibat bu hissiyotlarim orqali badalini to'lashim.
Nimaga o'sha paytda shu ish qilmadim? Nimaga deb afsus bilan to'lashim yoki misol onamni aytganini qilmadim, otamni ko'z yoshiga sababchi bo'ldim, uyimdagi singlim, ukamni isnotiga sabab bo'ldim degan ichki his tuyg'ular orqali badal bu juda ham yomon hisoblanadi. Agarda shu badallarga yetib kelgan insongina tushunishi mumkin qanday noto'g'ri yo'ldaligini va o'ziga o'zi qat'iy bir qaror qabul qilishi mumkin bu holatdan, ya'niki bu qaramlikdan chiqib ketish uchun. Agarda hech qanday bir oqibat bo'lmagan bo'lsa, men o'ylayman, insonga foydasi yo'q. Agar o'zida insonning xohish bo'lmasa. Bizning ham vazifa shundan iborat. O'z hayotiy tajribamiz va ma'lum bir manba, asoslar, dalillarga va dunyoda ketayotgan voqeliklarga asoslangan holatda biz insonga qandaydir yo'l berishimiz mumkin. Yo'l yurib ko'rishimiz mumkin. Lekin biz uni men o'ylayman, bo'ynidan boylab bir majburlay olmaymiz yoki boshqa qila olmaymiz. Bizning vazifamiz konstruksiyni biron bir tushunchani insonning ongiga singdirish. To'g'ri tahlikada jismoniy zo'ravonlik yoki ruhiy zo'ravonlik orqali emas. Qisqacha aytsa, sizlar prosta yo'nalishni berasizlar, tanlov berasizlar, bo'ldi, уже misol o'sha trezvый yashashmi yoki yana qaytish уже insonning o'ziga bog'liq bo'lyapti, shunda. To'g'rimi? Albatta. Hozir mana shu reabilitatsiya markazlarining shu masalada qanaqa o'zi o'rni? Qanchalik foydali, qanchalik o'zi odamlar ishonish mumkinmi shu reabilitatsiyaga? Reabilitatsiyaga ishonish mumkinmi? To'g'risini aytsam-chi, mana qarang. Ko'chada giyohvand moddani iste'mol qilib yurgan odam o'ziga mos insonlar haqida xabari yo'q. Bu yerga kelib tushgandan keyin o'ziga ma'qul bo'lgan muhitga kelib tushadi. Ya'niki birinchi o'rinda o'zidagi aybdorlik hissi, uyalish his tuyg'usi asta-sekinlik bilan ketishni boshlaydi. Chunki yon atrofiga qaraydi, hammasi giyohvand insonlar, hammasi iste'mol qilgan qandaydir tarixga ega insonlar. Asta-sekinlik bilan ochilinishni boshlaydi. Bu ochilinishning natijasida undagi misol uchun qandaydir destruktsioniy, misol uchun xulq-atvorlar bo'lishi mumkin yoki uni defekt bir xarakterlari bo'lishi mumkin. Bu reabilitatsiya deganda faqat giyohvand modda bilan ishlash emas, insonning fe'l-atvori bilan ishlash. Bizning asosiy vazifamiz ham shundan iborat. Chunki giyohvand moddani iste'mol qilib yurish jarayonida birinchi o'chirtda intizom yo'qoladi. Undan keyin uni xulq-atvorida katta o'zgarishlar bo'lishi boshlaydi. Asta-sekinlik bilan qandaydir qaltis xatti-harakatlar qilishni boshlaydi. Uni natijasida qandaydir yo'qotishlarga duch kelishni boshlaydi. Oilaviy yoki bir mablag' taraflama yoki bir emotsional taraflama. Reabilitatsiyaning ham vazifasi shundan iboratki, kelib tushgan bemorga maksimal darajada yo'l-yo'riqni to'g'ri ko'rsatish va qulay muhitni hosil qilish, что bemor o'zini qulay va uyalmasdan his qilishi uchun. O'zini giyohvand emas, shunchaki qaram inson sifatida ko'rishi uchun. Bu ham bir kasallik chunki. Dunyo tan olayotgan kasallik desam mubolag'a bo'lmaydi hozir. Dori-darmonsiz faqat iroda kuchi bilan davolanish mumkinmi? Mumkin. Men bu narsani yo'q deya olmayman. Chunki mingtadan bittada bo'lishi mumkin. Agarda Xudo misol uchun uni qalbiga solib, agarda qanaqadir bir sababchi yoki sabab bo'lib o'zi chiqib ketishi ham mumkin. Mingtadan bittada bo'ladi. Demak, borda qoladi. Bor narsada. Nega ba'zilar reabilitatsiyadan keyin ham boshlab yuboradi? Biz tomonidan berilgan tavsiyalar bo'ladi. Chiqib ketish oldi, o'zimizdan bir vazifalar bo'ladi, yozilish kerak bo'lgan chiqish oldi. O'sha vazifalarni yozganda inson u vazifalar o'qilinadi. U o'qilinish jarayonida vazifalarni, ma'lum bir hissiyotlarni o'sha payti his qilishni boshlaydi. Chunki bo'lmagan hali voqelik haqida yozgan holatda o'qib tasvirlaydi o'zini hayotini va ma'lum bir hissiyotlarni his qiladi. Biz bu yerdan chiqayotganda tavsiya beramiz. Например, chegara. Ma'lum bir chegarani ushlashda kimdir bilan, ili oldin iste'mol qilgan joylariga bormaslikni aytishimiz mumkin yoki kimlar bilandir gaplashmaslikni yoki chiqqandan keyin ma'lum bir vaqt mobil qurilma tutmay turishini biz aytishimiz mumkin. Chunki hozirgi kunda narkotik modda olish uchun
asosiy qurilma bu hozirgi shu telefon hisoblanadi. Shu telefon, Telegram bot, o'shalar orqali kiradi, o'sha o'ziga kerakli bo'lgan moddani tanlaydi va sotib oladi, boradi, ko'taradi, olib keladi, iste'mol qiladi va holatini o'zgartiradi. Bizning tomonidan berilayotgan tavsiyalarga amal qilmasa inson, albatta yana o'sha iste'mol holatiga qaytishi mumkin. Sizga bitta anaqa o'tkirroq savol. Iste'mol qilish paytingizda siz bilan sodir bo'lgan eng qo'rqinchli voqea esizdami? Esimda eng qo'rqinchli voqea. Esimda Aytib bera olasizmi? o'sha передозировкада. Endi ular ikkita, bittasi передозировка bo'lsa, ikkinchisi uyimdiligi mani qilgan bir destruktiv harakatlarim. Endi uydagilar bilan hamma ham urush janjal qiladi, lekin bu darajada emas. Iste'mol oqibatida, iste'mol xumori oqibatida uyimdiligiga zarar yetkazib qo'yganman. Onamligi juda ham kechirib bo'lmaydigan ish qilganman. Ko'zimdan ketmaydi hali ham. Bir ma'lum o'tda qanaqa savol javob bo'ladi. Menga kechirdim dedilar-ku, baribir ona-onaga. Yani o'zimni bir aybdor his qilmasligim uchunmi yo boshqa qanaqadir bir niyatdami? Eslamanglar ham o'sha kunni. Eslatmanglar ham o'sha kunni. Men haligacha detalni eslayman, nimalar bo'lganini. Tam o'zimda bo'lmaganman-da. O'zimda bo'lmaganman. Yetarli darajada bir zarar yetkazib qo'yganman. Shu detalni endi aytmayman nima bo'lganini. Asorati bu menda bir xotira bo'lib qolib ketdi-da. Butun umriga deb o'ylaysizmi? Butun umriga menda xotira bo'lib qolib ketdi. Qaysi ma'noda? Har safar eslaganimda shunaqa inson bo'lganmanmi degan savolni o'zimga beraveraman-da. Ayb deyman, uyat, his-tuyg'ulari bor, tinch qo'ymaydigan. Mana shular bilan yashashga ko'nikishim kerakligini tushunib yetaman-da. Bo'ldi, men u xatti-harakatni o'sha sodir qilib bo'ldim. Ya'ni o'tmishga qayta olmayman, bu narsani men o'sha eski o'zimni kelib turib qulog'idan tortib cho'zib olib chiqib keta olmayman. Endi bilmadim. Endi o'sha kun hali ham o'sha aytolman, kecha bo'lganda esimda nima deganlarim, qanaqa chiqib ketganim o'tdan uyda. Telefondagi yozish o'sha nimalar deganlarim. Xullas xafa qilganman-da onamlarni. Ne to'ka onamlarni. Ko'pchilikni xafa qilganman. Yaqinlaringizdan, Yaqinlarimni ko'pchilikni xafa qilganman. Bu narsani bir tomondan men o'zimda bo'lmaganman deb oqlashim mumkin. Lekin baribir shaxs sifatida men tomonidan qilingan-ku. Ular bilishmagan-ku. Keyin bilishgan va keyin o'sha narsaga men to'g'ri qaralgan-da. Mani esimda kechirdim deyishgan. San qilgan ishlarni sanayding. Bu yog'iga faqat qiladigan ishing
dars sog'ayib borishing, hayoting tiklashi. O'zi mana shu nima deb o'ylaysiz? Shu mana shu giyohvand moddalarga qaramlik u o'zi kasallikmi yoki tanlovmi? O'zingiz tajribangizdan kelib chiqib aytsangiz. Bu bitta mani tajribam emas. Nima deydi? Butun jahon meditsinasi tasdiqlagan bu narsani. To'shto qaramlik dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan kasallik hisoblanadi. Onkologiyadan keyin turadigan. Ikkinchi o'rinda turadi. Onkologik kasallikdan keyingiz. Bu yerda ko'proq psixologik to'g'rimi kasallik yoki qanaqadir tanada ham anaqa bormi? Tanada bu fiziki faqat lomkalari qanaqadir chaga deymiz, xumor bo'lishi mumkin. Tanani o'zi holiga talab qiladi. Psixologik bu bitta katta proses. Chunki qaram insonni, imенно giyohvand moddalarga qaram insonni bu men shaxsiy fikrim. Giyohvand moddalarning iste'moli bilan muammosi yo'q. Muammo o'zimizda. Muammo bot bilan bitta. Men qanaqadir anaqa bor. Hayotda his-tuyg'umi o'sha salbiy, Ma'lum bir his-tuyg'ular borki, biz ularni bir konstruktiv deymiz, bir yashab o'tolmaganmiz. Iste'mol qilib yashab o'tish bizga eng oson, eng yengil variant bo'lgan. Maqbul variant bo'lgan. Psixologik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, даже bir 3 yil, 4 yil, borani 5 yil iste'molda yurgan odam ham bir yomon ish qilsa ham bir haftadan keyin u yomon ishlari ko'ziga ko'rinmaydi. Uni ongida har doim iste'mol qilgan va u qanaqa maza qilganligi to'g'risidagi ma'lumot bo'ladi. Shu narsa olib kelaveradi. Men shuni iste'mol qilganimda meni holatim zo'r edi. Men ishlarimni joy-joyida hal qilyotgandim. Odamlar bilan muloqot qilyotgandim. Kimlargadir balki bir pozitiv emotsiyalar, pozitiv tuyg'ular bilan ulashuvdim ular bilan. Iste'molimda undan oldingi qilgan bir yomon, bir qabih ishlarimiz kelmaydi unaqa payt. Bu narsaga yetib kelish uchun ham odam bir muddat o'zi bilan o'zi boshqatdan tanishish kerak. Men o'zi kimman? Qanaqa insonman? Nimalar qilganman? Nimalar qilyapman? Ertaga nima qilaman? Butun boshli bitta proses. Qaysi his-tuyg'ularni men qochardim? Nimaga meni ongim shuni talab qilyapti? Shuni talab qilyapti. Nimaga bir qilgan bir yomon ishlarimni eslolmayman o'sha paytda? Nimaga har doim menga yaxshi bo'lgan paytlarni eslayman? Nimaga? Shu savollarga inson javob topadi. O'sha inson mana shu narsalarga javob topgandan keyin sog'ayishga qanaqadir bir oldinga qadam tashlaydi. Siz shuni reabilitatsiya payt tushundingizmi yoki undan oldin? Reabilitatsiyada. Menga tushuntirishdi. Yordam berishdi. Menga yordam berishdi faqat. Ko'rsatib berishdi-da, men qanaqa inson bo'lganman, hozir kimman, ertaga kim bo'lishim mumkin. Tanlov har doim o'zimning qo'limda. Giyohvand moddalarni iste'mol qilishni boshlagan odamning dastlabki belgilari nimadan iborat? Xulq-atvoridagi o'zgarishlar. Yon atrofdagi insonlardan o'zini olib qochishi, jamiyatga qo'shila olmasligi,
uydagi eng yaqinlari bilan ham уже destruktivniy ravishda muloqot qilishni boshlashi, o'g'irliklar, yetishmovchiliklar natijasida qaltis xatti-harakatlarga qo'l urish, hayotida qilmagan ishlarni qilishi, o'zini shaxsiy prinsiplaridan voz kechishi, xiyonat, shunga o'xshash xatti-harakatlar. Ota-onalarga o'z farzandini giyohvandlikdan himoya qilish uchun nima maslahat berardingiz? Avvalambor yon atrofiga hushyorroq bo'lishini. Yon atrofiga. Chunki meni otamlarning bitta gaplari bo'lardi. Yevrey xalqida uchburchak bor. Uchburchakning tepasida Xudo turadi. Chapida otang, o'nida onang. Agarda otang o'tib qolsa, onang bilan Xudo. Agarda onang o'tib qolsa, otang bilan Xudo. Agarda ota-onang o'tib qolsa, Xudoning o'zi qoladi. Shu uchburchakning ichiga hech qachon hech kimni yaqinlashtirma. Hammaga ham ishonuvchan bo'lish kerak emas. Yon atrofdagi do'stlar yokida qanaqadir bir yor bo'ladimi, ayol zoti bo'ladimi, farqi yo'q u narsani. Chunki bu narsaga kirib qolgan yoshlarni ko'zidan oqayotgan yoshlarni ko'rib men o'zim tajribamda hozir. Qanaqa qilib kirib qolganini ham o'zi bilmaydi, o'zini tushunchasi yo'q. Shunaqangi eng yaqin birodari, do'sti, yori tiqib qo'yadi shu holatga, shu narsani iste'mol qilishga. Keyin afsus nadomatlar bilan o'tiradi. O'shaning uchun eng keragi bu yon atrofga e'tiborliroq bo'lish deb hisoblayman. Ota-onalarimizni, Ota-onani ham va farzandlarni ham. o'z qaramligini qabul qilishni istamaydiganlarga nima maslahat berardingiz? Maslahatim uyalmasligini. Uyalmaslik. Men bilasizmi, oldimga bir bemor kirib gapirganda shu holat bo'yicha uyalish haqida aytganda men unga shu tushunchani bergan edim. To'ys hozirgi holatingdan uyalasanmi deganimda ha deganda, men unga aytgan edim. Bu ko'chaga kirib, bu narsani mazasini totib, buni qanchalik og'ir holatligi haqida tushunchaga ega bo'lib, ham jismoniy, ham ruhiy qiyinchiliklardan o'tib, har xil krizisli holatlardan o'tib, bu darajaga kelish, ya'niki tozaligiga o'zini olib chiqish, bu inson o'zi bilan faxrlanishi kerak. Chunki bu ham bitta Allohning bir sinovi deb hisoblayman. Xudo hammaga har xil sinov beradi. Bu ko'chaga kirib qolish ham bu Xudodan hisoblayman men. Hech kim o'z xohishi bilan kirib qolmaydi. Ma'lum bir sabablar bo'ladi o'ziga yarasha. Lekin u sabablarni ro'kach qilib, ongida o'shani singdirib, iste'molni davom ettirib yashash u insonning xatosi bo'ladi. Agarda bu sababni to'g'ri muhokama qilib, bundan to'g'ri oqilona foydalanib, biron bir qaror qabul qilib, hayotga boshqacha qarashni boshlasa, bu insonning yutug'i bo'ladi. U inson o'zi bilan faxrlanishi kerak. Chunki mustahkam irodaga ega bo'lgan insongina bu holatdan chiqib keta oladi. Ya'niki yaqinlari, yon atrofidagi insonlarni birinchi o'ringa qo'yib, yangi hayot sari intilgan insongina, maqsadi bor insongina bu narsadan, bu holatdan chiqib keta oladi. Sizda o'zingiz bilasiz, o'zi hamma nafaqat bu soha, bu mavzuda mentalitet bor degan. O'zbekchilik, uyat degan narsa, o'sha narsa o'sha uyga kelgan borganingizdan keyin, o'sha yordam so'raganingizdan keyin qanday ularda reaksiya bo'lgan? Ular o'sha reabilitatsiyaga sizni olib borishganmi o'zlari? Tushunishganmi, что siz hozir yordamga muhtojsiz, mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak, yo'q deyishgan. Yo'q, bu uyat, bizning uyimizda unaqa narsa chiqmagan, chiqmaydi ham. Misol, bizning sha'nimizga bu dog' tegizadi bu narsa degan narsalar bo'lganmi sizda? To'g'risi, men o'zi oyog'im bilan borganman detoksikatsiyadan o'tish uchun. Kapelnitsalar, dorilar, ozgina organizmni tiklab olish uchun qilinadigan bitta jarayon. Keyin menga reabilitatsiya to'g'risida ma'lum bir miqdordagi ma'lumotni berishgan. Men bilardim, chiqqanimdan keyin juda uzoqqa bormasligimni. Shuni sinab ko'raman dedim. Agar har qayerda yordam bersa, menga shuni sinab ko'raydim. Aytdim, meni uyimdagilarga xabar beringlar, men borib reabilitatsiyani o'tmoqchiman. Uyimdagilarning xayolidan nima o'tgan haligacha men bilmayman, so'ramaganman. Chunki meni o'zimning shaxsiy fikrim,
mani tanlovimni hurmat qilishgan. Yo'q deyishmagan. Mentalitet, uyat, bizani uyda unaqa narsa bo'lmagan, bunaqa odam chiqmagan, hammasi quruq gap. Hammasi quruq gap. To'g'ri, mentalitet tomonlama to'g'ri kelmasligi mumkin. O'rtada bitta Hayot, insonni hayoti turibdi. Shuni aytmoqchiman-da. Bu nima deydi? Ertaga bu narsani oldi olinmasa, oxiri voy bo'ladi. Hamma boradigan joyi bitta, faqat u insonlar sal vaqtliroq ketib qolishi mumkin. Agar odamlarni gap so'zi bilan ish qilinadigan bo'lsa, men bu yerda hozir o'tirmagan bo'lardim. To'g'ri. Ochiq oydin siz bilan bir suhbat qurib o'tirmagan bo'lardim. Agar o'sha odamlarni ma'lum bir miqdordagi odamlarni gap so'zlarini eshitadigan bo'lganim. Alloh bizani but qilib yaratgan. O'zimni yelkamda boshim bor. Bu narsaga men nimaga keldim? Ertaga bu narsani men oldini olmasam, o'sha voqliroq boradiganlar qatorida bo'lib qolishi mumkin edi. Bu narsani men xohlamayman. Meni ham o'zimga yarasha bir orzu havaslarim bor. Uyim deyilani orzu havaslarim bor. To, что uyat bo'ladi, bizani uydan unaqa narsa chiqmagan. Hammasi quruq gap, hammasi bir bahona. Inson hayotda o'rtada turgan paytda odamlar nimalar qilmaydi farzandi uchun. Demak, baribir sababini qilib qo'yish kerak, to'g'rimi? Sababini reabilitatsiyaga kelishishda. Boshida bo'lsa, esingizda bo'lsa, men aytdim sizga, agar bir ma'lum bir miqdordagi omillar payqalmayotgan bo'lsa, payqayotgan bo'lsak, ota-onalar tarafdan mutaxassisga bir maslahat olgani kelib ketish kerak. Qachag'ida? Qachab. Sababini qilish kerak mana, to'g'rimi? O'zidan o'zi baribir qiyin, to'g'rimi? Anaqa o'sha narsada. U insonni endi kamchilik-da. O'zi oyog'i bilan kelishi. Kamchilik, chunki men o'zimning tajribamdan bilaman, men hech qachon birovdan yordam so'ramasdim. Menga yordam kerak deb o'ylamas edim. Men har doim bilardim, menga iste'molim bilan juda ham yaxshi edi. Men lutchi buni tanlayman. Kim uydilarni. O'zimning reabilitatsiya payti eng qiyin sizga nima bo'lgan? Eng qiyini qaramligimni tan olish bo'lgan. Haqiqatda menda muammolar borligini tan olish. Endi yuzaki men aytardim. Legalchki deymiz. Конечно. To'ppa-to'g'ri. Sizlar to'g'ri aytyapsizlar. No, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin endi narsa yozardim-da. O'zimning hayotimni. O'zim yozib o'tirardim. O'shani o'qiganimdan keyin o'zim o'qib chiqqanimdan keyin, yozayotganimda emas, o'qib chiqqanimdan keyin muammo bor ekan. Nima qilamiz endi? Shu bu qo'limni ko'tardim. Ularga shuni topshirib qo'ydim hayotim. To'g'risi. Yordam berishsin bo'ldi. Men yozayotgan, o'qiyotgan hayotimga qaytish niyatim yo'q umuman. Menga kerak emas. Agar kerak bo'lganda tanlovim boshqacha bo'lardi. Men ularga ishonib shuni topshirib qo'ydim. Qanaqadir yordam berishdi. Haligacha yordam berib kelishyapti. Ko'pchilikda shunaqa
tushuncha bor ekanda, что reabilitatsiya bu qanaqadir zindon yoki qanaqadir cho'rmada, bu yerda reshotkalar bor, bu yerda karser bor, bu yerda izdevаться qilishadi, bu yerda panaqa yuradi, постройки смирно yuradi, hayot yo'qdi. Bu shunaqami bu reabilitatsiyada hayot? Yo'q. Reabilitatsiya u bitta kichkinagina mini sotsiumda. U yerda men misol uchun reabilitatsiyada to'g'risi mazza qilganman. Boshqa insonlar bilan muloqot. Agar nimadir yoqmayotgan bo'lsa, nimadir meni bezovta qilayotgan bo'lsa, kiraman, gaplashaman. Ertalab turaman, ovqatimni yeyman. Zaryadkalar qilaman. Ashula eshitib o'tiraman. Kerak bo'lsa. O'sha tashqaridagi hayot. Faqat bu yerda muloqot. Ko'proq muloqot. Yordam ko'proq. И поддержка ko'proq. Поддержка. Поддержка. Psixologический, моральный поддержка juda ham kuchli bo'ldi. O'sha sotsium faqat kichraytirilgan holatda. O'sha ovqatlar, zaryadkalar, o'sha hazillar, xuddi shunaqa insonlar faqat siz tushunadigan. Sizga yordam bera oladigan. Xuddi shunaqa dam olasiz, uxlaysiz. Sizni birov olib chiqib karser deysizmi, karserga qamab qo'ymaydi. O'zingiz yomon his qilayotgan bo'lsangiz, kelib turib, yaxshimisan? Yur, gaplashamiz. Nima yordam kerak? Beradi yordamni. Reabilitatsiyani qamoqxona bilan solishtirish juda ham katta xato. Chunki bu yerda svobodno yurasiz, svobodno kiyinasiz. O'sha o'zingizga o'zingiz qarab yurasiz. Soch, soqol, kiyim-kechak. Aytaman, то же самое, что и tashqarida. Просто закрытое учреждение. Yopiq joy. O'sha muloqot, o'sha общение. Поддержка juda ham kuchli. Beriladigan mehr juda ham kuchli. Beriladigan bilimlar juda ham kuchli. Reabilitatsiya shunaqangi joyki, odam o'zi bilan o'zi boshqatdan tanishadi. Boshqa inson sifatida reabilitatsiyadan chiqadi. Qisman, lekin boshqa inson sifatida. Real yordam beradi deyapsiz, to'g'rimi? Real foydasi bor, chunki baribir men eshitganim, shunaqa insonlar ham bor ekan, o'sha reabilitatsiyadan chiqadi, keyin ko'chada chiqib, bir ma'lum vaqtdan keyin yana boshlaydi. Yili men eshitganman, shu tipo reabilitatsiya o'sha markazidan ham bir xilla qochib ketadi. Chiqib ketadi o'sha uyga boradimi, darish boradimi o'sha iste'mol qilishga. Nima u sabab bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Qarang, reabilitatsiya sizni 100% tuzatib qo'ymaydi. Reabilitatsiya sizga tanlov beradi. Mana bu yerda o'qiymiz, o'zimizni boshqatdan o'rganamiz, shaxs sifatida boshqatdan shakllanamiz dedim. O'sha eski hayotni yozib turib, mana qanaqa inson bo'lgansan, bizga nima taklif qilyapmiz? Chiqqanidan keyin shuni taroziga qo'ysa bo'ldi o'sha insonni o'zi. Tanlov berib chiqaradi bu yerdan. Qaramlik kasalligi bilan kurash uchun bu yerda instrumentlar beriladi. Ertaga chiqqanida yana iste'molga ketib qolmasligi uchun unga ma'lum bir miqdordagi bilim ko'nikmalar beriladi. Чтобы bu narsani u yana iste'mol bilan hal qilmasdan o'zini xatti harakatlari bilan bu narsani bir konstruktiv tarzda yashab o'tib hal qilish, darsi bir hayotni davom ettirib ketish uchun. Iste'mol qilishga ham ulguradi. Absolutno ham ulguradi. Просто chiqqandan keyin bu yerda bo'lib turib inson o'zini o'tmishini bitta analiz qilish kerak. Nima bo'ldi? Menga nima berishyapti?
qaysi birini tanlash O'ziga O'ziga havola. bog'liq. o'ziga bog'liq. Agar yana o'sha zakladkalarga borib, nima deymiz, qo'llari loy, tirnoqlarini ichi kir, soch soqoli o'sib ketgan, bir hafta 10 kun, bir oylab cho'milmasdan o'ziga qaramay, faqat nima deydi, chirki chiqib ketgan bir bomj bo'lib yurmoqchi bo'lsa, u любое время ulguradi iste'mol qilishga, yana qaytib borishga. Misol, sizni misol qilaman. Akkuratno, приятно kiyingan, soch soqoliga qaragan, ishi, misol, muomalasi, hayotdagi o'rni, hayotdagi nima deymiz, обществодagi statusga ega bir inson bo'lib, mana sizga o'xshab mana shunaqa o'tiraman desa, пожалуйста, добро пожаловать в чистую трезвую жизнь. Tanlov beradi qo'lida. Demak, bu yog'i o'zi o'zingdan bog'liq. Albatta, bu yerda hamma narsa o'zimizga bog'liq. Hamma narsa, qilingan oddiy qadamimiz, yozayotgan o'sha bir misollarimiz. Agar odam o'zi bilan o'zi bir rostgo'y, chestniy deymiz, bo'lsa, u hech qachon qaytmaydi eski hayotiga. Qaytmaydi. Chunki biladi bu nima bilan tugashini. Ana aka, sizga oxirgi 3 ta savolim bor. Agar vaqtni ortqaga qaytarish imkoni bo'lsa, birinchi dozadan oldin o'zingizga nima degan bo'lardingiz? O'zimgami? Men maktabdan chiqib magazinga kirib, marojniy olib uy ketgan bo'lardim o'shani. U paytda. O'sha paytda. Shu birinchi iste'molim. Alternativasini aytadigan bo'lsam, agar o'sha narsa qo'limda turgan bo'lganda, o'sha payt endi agar hozirgi aqlim bo'lganda, Hozirgi aqlingiz. men u bolalarni ham o'ylagan holda men u narsani otib yuborardim. Lekin eng optimal varianti maktabdan chiqib to'g'ri uyga ketgan bo'lardim. Men u bolalar bilan keyin aloqa ham qilmas edim. Просто men krugoobщенiyamni o'zgartirardim. Konkretno yo'q deb o'zimnikini talqat qilishi, men o'shanda O'zingizga sindirishga harakat qilardingiz, to'g'rimi bu payt? Men o'zimni o'zim sindirib bo'lsa ham, через себя o'zim bosib yo'q derdim men. Vaqtida yo'q deyish. Vaqtida yo'q deyish eng zo'r variant bo'lardi. Giyohvand moddalarni tatib ko'rmoqchi bo'lgan odamlarga qanday maslahat berardingiz? Men bu narsaga hatto yaqinlashishga maslahat bermagan bo'lardim o'zi. Umuman yaqinlashish kerak emas bu narsaga. Bu hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Bejiz kichkinaligimizdan, o'sha bog'chalardan turib bizga o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlardan ma'lum bir insonlar kelib turib, meditsinskiy uchrejdeniylardan insonlar kelib turib, o'z mutaxassislar kelib turib, bizga mana giyohvand moddalar yaxshilikka olib kelmaydi deb bejiz aytishmas ekan. Chunki men o'zimni tajribamdan aytadigan bo'lsam, bu narsa to'g'risida hatto xayol surishga ham maslahat bermagan bo'lardim. Yaqinlashish tugur. Men takoy nima deydi? Shuni qilib ko'rsam yaxshi bo'larmikin menga yoki shuni qilib ko'rsam meni ham katta bolalarni safiga qo'shisharmikan degan hozirgi trenddagi gaplardan voz kechgan bo'lardim. Prosta tatib ko'raman bir marta, tashlayman. Bir marta qilib ko'raman, yoqsa yoqdi, yoqmasa yo'q. Даже unga ham anaqa. Yo'q, kerak emas. Arzimaydi. Oddiy sigaretni ham chakishga maslahat bermagan bo'laman. Kerak emas. U ham baribir trigger bo'lishi mumkin. Baribir ertaga bu narsa sigaret giyohvand moddalarga olib kelmasa ham
umuman har qadamimizda uchraydigan, dunyoda nomer 1 turadigan bitta narkotik modda bor, alkogol. Alkogolga olib keladi. Man ishdan keyin 50 gram chamani deb o'zimiz Raslaymiz qilish uchun. oqlab kelaveramiz. Lekin qaytab charchamayman, oxiri bitta. Qamoq o'lim больница haqiqatda. Oxirgi savolim o'tgan savoldan kelib chiqib, iste'mol qilishimni nazorat qila olaman deb o'yladiganlarga nima derdingiz? Kontrol qila olaman-da. Kontrol bo'lmagan. Yo'q va bo'lmaydi. Hech qachon. Juda bir qattiq kuchli bir zablуждениеga kirib qoladi agar kontrol qila olaman deb o'ylayotgan insonlar bo'lsa. Kontrol boshqa birovni qil. Farzandingni kontrol qil. Jut halolingni kontrol qil. Lekin giyohvand moddalarga kontrol yo'q. Kelasan bir kun точка возврата, невозврата deymiz-ku. Qaytib bo'lmaslik nuqtasiga yetib kelamiz. O'sha payt keyin yana birinchi iste'molni eslaymiz-da. Bekor qilgan ekanman deb o'zimizni ichimizda o'zimiz yeymiz. Men shunaqa. Haligacha pushayman. Lekin hozir Allohdan minnatdorman. Shu narsani ko'nglimga bir soldi. Hozirgi paytda nima muammoim bo'lganini, shu haqiqatda kontrol yo'ligini men tushunib yetdim. Qanaqadir bir осознание keldi menga. Lekin giyohvand moddasini, alkogol boshqa bir qanaqadir ongni o'zgartiruvchi bir moddalarni kontroli bo'lmagan. Yo'q, hech qachon bo'lmaydi. Demak, bir marta ham tatib ko'rishga ham вообще arzimaydi, to'g'rimi? Yo'q. Просто там krugda bo'ladi yo'naqa. Tatib ko'r, paprov, ajrasi что-нибудь bir martadan keyin hech narsa bo'lmaydi, anaqalar, nima deydi, shayton anaqalar bo'ladi-ku. Vasvasalar. Anaqa. Ko'pchilik yaxshi ko'radi mana shu gaplarni aytayotgan paytda erkakmisan deb qo'yadi-yu. Mujikmisan deydi-yu. Sen o'shani chakmagan, sen mujik bo'lasan. Da. Sen просто shu bir pila choyingni ichib, 2 qoshiq oshingni yeb, choyxonadan turib, oilang bag'riga qaytib borgin, sen erkak bo'lasan. Onang telefon qilayotgan paytda oshnovaynlaring chetga surib, telefon qilib, ona xotiromni ishdan chiqdim, hozir bir 10-15 minutda boraman degan, sen erkak bo'lasan. Uyingga to'rttadan ko'tarib kirgin, sen erkak bo'lasan. Ayolingdan boshqa bir anaqalarga, qizlarga qaramagin, sen erkak bo'lasan. Ota-onangni rozi qil, sen erkak bo'lasan. Nurullo aka, shu bemorlar bilan suhbatlashganingizda o'shalarni qanaqadir his-tuyg'ularini sezasizmi? Albatta. Chunki bu narsa psixologiyada shunaqa narsa bor. Men biron bir inson bilan suhbatlashayotgan paytimda uni tanasida o'tkazayotgan ma'lum bir his-tuyg'ularni his qilishim bu empatiya deb ataladi. Ya'niki bemor, men sizga bitta bemor haqida aytaman, uni ismini aytib o'tmayman. U o'zini tarixini gapirib berayotganda ota-onasi haqida, oilasi haqida gapirib bergan. O'sha paytda men uni qanaqa his-tuyg'uni his qilganini ma'lum birini his qilganman. Juda og'ir o'tgan bu holat. To есть uni otasi organda ishlaydigan odam bo'lgan va qattiq qo'l odam bo'lgan. Hayoti davomida disfunksional oila natijasida u juda ham ko'p krizisli holatlarga tushgan oilasida. Urush janjallar, kelishmovchiliklar, imенно ota-ona o'rtasidagi bu muammolar farzand ko'zini oldida bo'lgan har doim. Uni natijasida farzand o'zida psixologik qanaqadir travmaga ega bo'lish boshlagan. Ya'niki ayol bilan shunaqa munosabatda bo'lish kerak degan tushunchaga ega va
qo'rquv, ma'lum bir fikrlarni erkin bayon qila olmaydigan, strahatnik, ya'niki ma'lum bir o'zini shaxsiy fikrini bemalol bayon qilib bera olmaydi. Jamoat joyida yoki maktabda yoki muassasada qanaqadir. Va u farzand bu hayotdan, bu og'ir hayotdan o'zini olib qochish maqsadida, o'ziga qulay muhitga olib qochish maqsadida ko'chaga chiqib ketgan. 10 yildan oshu ko'chada yashagan. 10 yildan oshu ko'chada yashashning natijasida yashamagan joy bo'lmagan. Masjidda muozzinlik qilib azon aytib yurgan vaqtlari bo'lgan. Va ofitsiantlik qilib tirikchilik qilgan kunlari bo'lgan. Boshdan o'tkazgan har xil og'ir voqealiklar bo'lgan. Shu narkotik orqasidan. U o'zini fikrini borib otasiga bildira olmagan, chunki otasi u uchun har doim yomon hisoblangan. Aslida otalarning mehri boshqacha bo'ladi. Qaram inson ham, u inson ham menga aytib berayotgan paytda men bilib turibman, o'sha paytda shunchaki egoistichni o'ylashni boshlagan. Ya'niki egoizm, egosentrizm degan tushunchalar bor. Dunyo men uchun должен, mas'ul. Ya'niki hamma narsa men xohlaganimdek, hamma inson men xohlaganimdek bo'lishi kerak degan tushuncha bilan yashagan. O'zini fikrini erkin bayon qilib, otasi bilan kelishmovchilik natijasida chiqib ketib, o'zini haqiqatdan olib qochib, 10 yildan oshiq vaqt davomida turli xil qiyinchiliklardan o'tgan. Va sintetik moddalar uje chiqishi boshlagandan keyin, hozirgi agar eshitgan bo'lsa, sol degan narsa bor. Sol, mefedron yoki da regapen degan tabletkalar bor. O'shalarni iste'mol qilishning natijasida ongida o'zgarishlar sodir bo'lishi boshlagan. Yon atrofidagi, bilasizmi, ko'z yosh bilan aytib beryapti. Yon atrofidagi san bilan qonga qon, jonga jon degan insonlarning hammasi yo'q bo'lgan. Sana eng og'ir kuningda oldingdaman degan insonlarning hammasi yo'q bo'lgan. Sizni sevaman, siz uchun bir bilmayman, sevgi muhabbat tushunchasi deydimi, bu narsani men to'g'risi o'zimda ishonch qolmagan bu narsaga nisbatan. Bir qanaqadir qiz bilan gaplashgan va u bilan yurgan va bu narkotik moddalar natijasida unga tan jarohatlar yetkazib qo'ygan, ko'chada har xil xatti-harakatlarni qilishni boshlagan, psixoz ushab, sol chakishning natijasida psixoz ushab, bo'lar bo'lmas narsalarga qo'rqib, shuganya ushab, ya'niki vohma ushab qoladi inson. Yon atrofida xuddi soldatlar yurganga yoki qanaqadir bir militsionerlar yurganga o'xshaydi. O'zini bir ma'lum bir boshqa olamda his qilishni boshlaydi. Tushunasizmi? Ongida o'zgarishlar bo'lishni boshlagan. Buning natijasida ota bu narsalardan xabardor bo'lgan. Ko'rgan. Otada narkotik modda haqida tushuncha bo'lmagan hozirgi. Ota o'ylaganki, farzandim jinni bo'lib qopti deb o'ylagan. Lekin shunga qaramasdan ham haligi farzand uchun bir paytli yomon bo'lgan ota yordam qo'lini cho'zgan. O'g'lini shu botqoqdan qutqarmoqlik uchun. Va reabilitatsiyaga olib kelgan. Biza bilan o'sha ishlagan u bola o'sha suhbat jarayonida maski bitta parchani aytib beryapman hozir. U bola ko'zida yosh bilan aytib beryapti, afsus bilan aytib beryapti. Mana shu narsa bu tashqi emas, ichki oqibat hisoblanadi. Ya'niki ichki hissiyotlari bilan to'lovini to'layapti. Yopiq joyda o'tirib, afsus, nega o'sha paytda otam aytganini qilmaganman degan. Otasi chunki u uchun o'qishi uchun hamma imkoniyatni qilgan. Sporti uchun hamma imkoniyatni qilgan. Yashashi uchun hamma imkoniyatni qilgan. Lekin bola to'g'ri foydalana olmagan. O'zini ongidagi otritsaniya mexanizm, yon atrofdagilarni ayblab, ratsionalizatsiya orqali ma'lum bir faktlarni ong ushab, o'sha faktlarga asoslangan holatda o'zi uchun iste'molga yo'l ochgan. U yo'l ochishning natijasida boshda asta-sekinlik bilan nasha chakishni boshlagan. Nasha bu xalq tilida aytganda oddiy bir o'simlik. Hech kim qo'pol qaramaydi bu narsaga. Lekin bu ham bitta zinani birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu zinani birinchi bosqichiga qadam qo'ygandan keyin ong u narsani yetmayapti, yana bundan ortig'i bormi deb so'rashni boshlaydi. Yo atrofida kimdir sol qilyapti, kimdir mefedron qilyapti, qiziqishni boshlaydi. Asta-sekinlik bilan tatib ko'rishni boshlaydi. Ikkinchi zinaga chiqadi, uchinchi zinaga chiqadi, to'rtinchi, beshinchi va etapma-etap ketaveradi. Buni natijasida ong shu darajaga yetadiki, uje qanchalik darajada yuqori rohatlanmasin narkotikdan, uje yetmayotgandek his qilishni boshlaydi. Buni natijasida
bezumniy, ya'niki ongsiz ravishda xatti-harakatlar, bezumniy postupka deymiz biz. Biron bir natijani, biron bir xatti-harakat qilib, natijasini boshqa kutish, lekin natijani bilib turib. Men bilaman, natija hozir biron bir narsani iste'mol qilsam, natijasi haqida bilaman, lekin bu safar boshqacha bo'ladi deb qayta iste'mol qilaverish. Buni natijasida ongda o'zgarishlar sodir bo'lishni boshlaydi. Qaram insondagi eng xavfli narsa bu shundan iboratki, men ko'p suhbatlashganda aytishadi. Men hech kimga zararim tegmayapti-ku deyshadi. Kimga zararim tegyapti, ayting deyshadi. Men aytaman, qiziq-da bu savol, o'zi qiziq, bu javob o'zi ham qiziq-da. Kulib qarayman-da, jim eshitaman birinchi. Men hech kimga zararim tegmay, o'zimni pulimga qo'yotgan bo'lsam, otamni puliga qo'yammanmi yoki boshqami deb savollar berishadi. Qo'pol. Bunda olib qaraganda, ular uchun zarar bu. Moddiy taraflama faqat. Ong shunaqa qabul qilib qo'ygan. Pul olish uydan yoki nimadir sotish, bu darajaga ham keladi. Zarar bu, bilasizmi? Ota-onalar bilan suhbatlashganda eng ayanchli holatlardan bittasimi? Mana menda bo'ladigan eng empatiyaning eng kuchlisi. Ko'zda yosh bilan oldingizda bitta ona turibdi. Farzandi haqida sizdan so'rayapti. Farzandim yaxshimi? Ahvoli qanaqa? Hozirgi kundagi o'zgarish qanaqa? Deb ona so'rayapti. Mana shu vaqtda men empatiya bo'lib, uni his tuyg'usini ona bo'lib tushuna olmayman u darajada, lekin ma'lum birini his qilaman. Bundan ayanchlisi yo'q. Ammo u bolani berayotgan savolni o'zi g'alati. Men kimga zararim tegyapti? Zarar bu moddiy bo'lmaydi. Hissiyotlar bilanchi. Onani bir tunda o'g'lini kech kelishini, qayerda yurgani ekan deb xavotir, tahlikada o'tirib, sarosimada o'tirib, ming xil xayolda o'tirib, kutishini natijasida qancha sog'liq yo'qotish mumkin? Ota-ona. Bu zarar emasmi? Bu narsani hisobga olinmaydi. Chunki lazzati narkotikka kuchli. Farzand o'sha paytda tunnelda bo'ladi. Shunchaki oxirdagi narsani ko'radi. Ajirjimiz degan shunaqa his-tuyg'u bor. Bizda shunaqa zadaniyalar ham bor, vazifalar bor, bolalar yozadi shu narsani. Kimdirlar buni mensimasdan qarashi mumkin, kimdirlar e'tiborga olmasligi mumkin bu narsani. Lekin aslida bilasizmi, shunaqa bir zadaniya bor, vazifa bor, o'z o'limini tasvirlaydi. Misol, chiqdi bu yerdan, xato qildi va xato natijasida yana iste'mol qildi. Iste'mol natijasida olamdan o'tdi. Men shunaqa insonlarni ko'rganman, ko'zda yoshini to'xtata olmay o'qigan. Chunki bitta o'z tasavvur qilib ko'ring, siz yozib o'z o'limingizni o'zingiz tasvirlaysiz. Biz har qanday hissiyotlar bilan ishlashni o'rgatamiz bu yerda. Chunki bizda muammo narkotik bilan emas aslida. Bizda muammo dunyoni shunday qabul qila olmasligimizda, his-tuyg'ularimizda, ongimizda, bir xarakterimizda. Ko'pchilik buni faqat narkotikda deb tushunadi, lekin aslida bunaqa emas. Men ko'p savol beraman, lekin eshitilayotgan javoblarni eshitib, prosta kulib, qanaqadir bir achinaman ham, qanaqadir bir xursand ham bo'laman. Chunki u farzand o'z vaqtida shu yo'lga kelib tushdi. Agarda kech bo'lgandachi. Chunki bu yo'llar oxiri 3 ta. Yo bemorxona bo'lishi mumkin, banitsa, yoki-da qamoqxona bo'lishi mumkin. Yoki-da qabr bo'lishi mumkin. Qabr uje hech qanaqa bir varianti yo'q uje. Bemorxona bu invalid bo'lib, kimdir senga tependa qarab, seni aravachangni sudrab yurish, bundan og'ir hayot bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yoki-da ongida shu darajada o'zgarish bo'ladiki, tochkaning vazrat deyiladi, qaytish bo'lmaydi uje. Hozirgi kimyatskiy narkotik shu, vazifasi shu. Boshida eng qizig'i narkotik qanaqa kirib keladi? Bizda zadaniya bor bu haqida ham. Birinchi kirib kelganda do'st bo'lib kirib keladi. Iste'mol qilasiz, ishchan bo'lasiz, talabchan bo'lasiz, hamma joyda epchelsiz, hamma narsa o'xshaydi, kayfiyatingizni ko'taradi bu do'st. Keyin esa sizga dushmanlik qilishni boshlaydi. Asta sekinlik bilan hamma bilishni boshlaydimi yo atrofdagilar? Ota aytadi, nima qilsangiz, ne kechga yotsan, ona aytadi, xavotirda yig'laydi. Yaxshi o'rtoqlar aytadi, to'xta, o'zingni yig'ib ol desa, hamma dushman bo'lishni boshlaydi. Narkotik dushmanlikni ko'rsatishni boshlaydi. Oxirgi bosqich xo'jayin bo'lishni boshlaydi. Buni natijasida pul qolmaydi. Har kun ishlab turganda
krizis boshlanadi. Yaqinlar bilan emotsional har xil krizislar boshlanadi. Uni natijasida o'g'irlik qilishni boshlaydi. Uje qul bo'ladi. Narkotik bir insonning ustidan hukmron bo'ladi, xo'jayin bo'ladi. Bu haqida insonda tushuncha bo'lmay turib, hech qanaqa tushuncha bo'lmay turib, uni qanaqadir bir joyga qamab qo'yib, urib, do'pposlab tarbiyalab bo'lmaydi. Kim aytdi? Qaram inson hech qachon o'nglana olmaydi deb. Kim aytgan shu narsani? Shu g'oya qayerda bor? Hech qayerda. Men shuni hisoblayman, hech qayerda. Agar Alloh xolab uni qalbiga solib qo'ysa, sekundlar ham hisob bo'lib qolishi mumkin. Sekund yetadi. Ularga prosta tushuncha berish kerak. Agarda tushuncha bermasdan ularni faqat ayblab yashash ham bu noto'g'ri. Bizning xalqimizda shu ayblab yashash natijasida giyohvand insonlar hozirgi kunda uyalib yashaydi, qo'rqib yashaydi. Bu tushuncha og'ir insonlar uchun. Agarda bunga haqiqatda kasallik sifatida qaralsa, bir ruhiymi yoki insonlar qanaqa qabul qilsa qiladi. Prosta shunchaki kasallik deb qabul qilinadigan bo'lsa, unda boshqa natijaga erishishimiz mumkin. Xalqimizda hozirgi ketayotgan mana shu narkotik moddalarni jadal kengayib borayotgani biz qisman bo'lsa ham oldini olishimiz mumkin. Bo'lajak avlod uchun, farzandlarimiz uchun. O'shanga nima maslahat berardingiz aka? Ko'rayotgan odamlarga bu. Bu narsa hech qachon uyalmaslik. Chunki agarda men qaram inson bo'lib, hozirgi paytda agar gapiradigan bo'lsam, men bu ko'chadan chiqdim. Men faxrlanaman. Chunki hammaga ham emas. Men boshimdan o'tkazgan kunlarni hech kim o'tkazmagan. Men his qilgan his-tuyg'ularni hech kim his qilmagan. Men qanaqa qiyinchilik ko'rganimni men o'zim bilaman. Inson faxrlana olishi kerak, harakat qilib. Erishadi. Agarda haqiqatdan maqsad qo'yib, xohish yarata olsa ichida. Bu narsaga uyalmasdan qarash kerak. Bu oddiy kasallik. Shunchaki kasallik. Da qo'rqinchli. Qo'rqinchli, eshitilganda qo'rqinchli, xalq nazarida qo'rqinchli, lekin tuzalyapti. Bizning o'zimizning shaxsiy rezultatlarimiz bor hozirgi kunda. Agarda har doim men aytaman, inson misol uchun men shu yerdan biror insonga aytsam, o'sha yergacha 10 sekundda bora olaysanmi desam, yo'q deydi. Lekin men orqasidan katta bitta itni qo'yib yuborsam, kuchini qo'yib yuborsam, 10 sekund tugur 5 sekundda boradi. Chunki instinkt degan narsa bor. Nikuchin degan dunyoda bitta orator bor. O'shani leksiyalarni biz qo'yib beramiz. Ko'rsatamiz. Oyoq qo'li yo'q. Lekin oila qurgan dunyodagi millionerlardan orator eng katta. Qanaqa? Qanaqa savol? Chunki unda hayotga nisbatan ishtiyoq bor, instinkt bor. Qila oladi. Inson xohlasa hamma narsaga erishadi. Hamma narsaga. O'shaning uchun bu narsadan uyalmasdan faqatgina harakat qilish kerak va oddiy kasallikka qarash kerak. Demak, agar o'sha kasallik deymiz, o'sha kasallik bilan qiynalgan odamlar yaqinlariga oldiga borib yordam so'rash kerak, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Chunki bizda shak degan qo'llanma bor. Shak, qadam. 12 qadam degan narsa bor. U qadamda ham birinchisi bu qo'l ko'tarish. Ya'niki o'zini kasalligini oldida ojizligini tan olish. Ikkinchi qadam yordam so'rash. Yaqinlardan yoki bizdan yordam so'rash. Uchinchi qadam Xudoga topshirib qo'yish. Menda ham shunaqa tushunchalar bo'lgan boshida. Bu qanaqadir bir chet eldan bir kirib kelgan tushuncha deb qaraganman, men semaganman. Chunki reabilitatsiya tushunchasi bu birinchi Rossiyada, Amerikada ochilgan, chet el davlatlarda ochilgan, yaqin-yaqinda O'zbekiston kirib kelyapti. Oddiy qaraganman, lekin bunday olib qarasa, shariy ham olib qarasa to'g'ri keladi. Qo'l ko'taryapti, yordam so'rayapti va Allohga topshiryapti. Natijasi Allohdan. Eng asosiysi sababini qilyapti oxiri Alloh. Tan olish kerak, qaramligini tan olish kerak. Shunchaki tan olish kerak. Bu narsadan uyaladigan, qo'rqadigan narsa emas. Qildi, qildi, xo'p, qarashib bo'ldi. Keyingi hayotchi. Keyingisi. Men birovga zararim tegyaptimi degan savolga ajoyib javoblarim bor-da. Misol ertaga o'sha inson faqat o'zi haqida egoistik o'ylab javob berayotgan bo'ladi-da. Lekin uni orqasida turgan insonlarchi. Singlisi, opasi, ukasi, onasi, otasi. Ularning orqasidan eshik taqillatib keladigan sovchilarchi. Otani yon atrofida yuradigan do'stlarchi. Onani bosh ko'tarib yurishchi mahallada. Bu savollarga kim javob beradi? Bu savollar haqida javob olish uchun unda bir tushuncha bo'lishi kerak.
Prosta shunchaki qo'lini ko'tarib shu narsani tan olib yordam so'ra olish kerak. Allohdan hammasi bo'laveradi o'sha natijasi. Sizni tajribangiz shunaqa insonlar bo'lganmi? Shu tan olmasdan yo'q, bu normal holat, menga yoqadi bu. Albatta. Bo'lganmi? Albatta. Hali-haligacha Qaytmaydigan. Asosiy qismi shundan iborat. Asosiy qismi siz aytayotgan narsadan iborat bizning ishimizda. Bizning ishimizda insonni otritsiyasi bilan ishlashimiz kerak. Ongidagi защитный mexanizm bilan ishlashimiz kerak. Ya'niki защитный mexanizm vazifasi nimadan iborat? Haqiqatdan himoya qiladi. Yon atrofdagi haqiqatni har qanday yo'llar orqali rad qiladi. Rad qilaveradi. Farqi yo'q qanday yo'l rad qiladi. Biz shu narsa haqida tushuncha beramiz. Shunaqa insonlarni qanday o'sha reabilitatsiyaga olib kelsa bo'ladimi yo qanday? Klinikaga olib kelsa bo'ladi birinchi detoksikatsiyaga. Qanday bo'ladi? Misol, bemor bor, yo'q menga u kerak emas, menga yoqadi o'sha iste'mol qilib yurishim. Men sizga berkitib aytaman bu narsani. Hech qachon qaram inson o'z oyog'i bilan birinchi navbatda borishni xohlamaydi. Bu 70% da olib hisoblaydigan bo'lsa, xohlamaydi. Chunki qanaqa qilib lazzatdan voz kechadi. Qanaqa qilib lazzatdan. Boshqalar haqida u o'ylamaydi o'sha paytda. Lazzatdan qanaqa voz kechadi o'sha payt. Men o'zimning tajribamda ko'rganman, zo'r majburlash orqali olib kelinganlarni ham ko'rganman. Ota-onasi, yaqinlari tomonidan yoki to'g'ri tushuncha bilan haqiqatdan charchab ketib kelganlarni ham ko'rganman. O'sha oilasini yo'qotgan, farzandining tovutini ko'targan, shu narsalar orqasidan. Mana shu hozirgi chiqqan so'lni chakib qilib, o'zini onasiga oyoq ko'targanini eshitganman. O'zini onasiga oyoq ko'tarib, tepgan, turtkilagan odamni eshitganman. Ko'zimning oldida o'tiribdi shu живой пример. Onasi ham, bolasi ham o'tiribdi. Shu klinikada eshitganman. Shu hodisalar haqiqatdan. O'shaning uchun aytaman, ko'pchilik xohlamaydi. Lekin men aytib qo'ygan bo'laman, shunchaki xohlashini. Shunchaki bir marotaba hayotida harakat qilib ko'rishini. Bizda muammo shunday iboratda, shu mexanizm rad qilib lazzatdan voz kechish qilgan. Bu masga hozir o'zimizning tilda tushuntirmayman, oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman, adabiy qilib tushuntira olmayman. Tushuntirsam uni siz tushunmasligingiz yoki xalq tushunmasligi mumkin. Da, o'zimizning tilimizda tushuntiryapman. Birinchi qadamni qo'y, qil. O'zing uchun bo'lmasa ham yon atrofingdagilar uchun qil. Ota-onang uchun qil. Yaqinlaring uchun qil. Farzanding ertaga nima deb boshini ko'tarib yuradi. Aytolmanu, boshdagi period aldab qo'yadi ko'pchilikni. Do'st bo'lib kirib keladi narkoti. Hamma narsada wow, zo'r, eng zo'r natija, eng zo'riga erishadi. Lekin sekin-sekin o'zgaradi u natija. Vechni oxirigacha hech qachon unaqa bo'lmaydi. Nechta qizlarni ko'raman misol uchun, ko'zda yosh bilan keladi. O'sha qizlar ham xohlagan qachonlardir ona bo'lishi, farzandli bo'lishi, yashashi. To'g'ri, men o'zim ham paytida xatolar qilganman, boshqa qilganman. Juda ko'p voqealar bo'lgan. Juda ham ko'p. U hatto eslash xohlamaydigan holatlarim ham bor. Shunchaki eslash xohlamayman. O'sha daqiqaga qaytish xohlamayman. Ishonasizmi? Chunki u daqiqaga qaytishim natijasida men ma'lum bir negativniy chувствоlarni испытывать qilishim mumkin, his qilishim mumkin. U chувствоlar menga kerak emas. Xuddi shunaqa bu yoqda ham xuddi shu narsalarni o'rgatamiz. Fe'l-atvor, qanaqa qarash kerak bunga, qanaqa yondashish kerak. Tiaga degan narsa bor, tushuncha bor. Tiaga bu oddiy tilda xumor. Ya'ni skryuti xumorlar bor. O'sha xumor vaqtida nimalar qilish kerak, nimalar qilsa nimalar bo'ladi. Yo'llarni o'rgatamiz, yechimlarni o'rgatamiz. Bizning vazifamiz ham shu. Demak, suhbatimizni ham tugatsa ham bo'ladi, desa ham bo'ladi. Oxirgi savolim prosta ha yoki yo'q javob bersangiz bo'ldi. Bu tochka bo'ladi, bitta xulosa chiqazamiz deb o'ylayman. Giyohvand moddalarga qaramligidan qutulsa bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Bu tochka bilan bo'ladi. Tochka. Bo'ladi.